Men o'z uyimda, o'z erimning hovlisida. Kecha-yu kunduz ko'ksimga pichoq yashirib yurishga majbur edim. Tasavvur qilyapsizmi? Uyda eng xavfsiz bo'lish kerak bo'lgan joyda. Men o'z qaynotamdan himoyalanish uchun qurol ko'tarib yurardim. O'sha mash'um tongda u menga bir parcha qog'oz tutqazib chiqib ketdi. Men uni qaltirab ochdim. O'qigan narsamdan tomirlarimdagi qonim muzlab qoldi. Bu o'zining keliniga yozilgan oshxona, iflos va shahvatga to'la maktub edi. Meni badnom qilgan, oilamni buzgan va ko'chada qoldirgan o'sha dahshatli maktub. Assalomu alaykum. Hayotning eng shafqatsiz o'yinlariga, inson jildidagi mahluqlarning qilmishlariga qarshi sabr bilan kurashgan qadrdon hikoyachi Momo kanalining kuzatuvchilari. Agar siz bizning dard va qasos, ko'z yosh va iroda haqidagi sirlarimizga ilk bor guvoh bo'layotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga farishtadek kelinning qanday qilib o'z qaynotasi tomonidan do'zaxga tortilgani va qanday qilib u kulidan qayta tiklangani haqida so'zlab beraman. Bu mening ko'z yoshlarimga yozilgan iqrorim. Mening ismim Zebo. Farg'onaning chekka bir qishlog'ida muallimlar oilasida katta bo'ldim. Ota-onam halol, namozxon, birovning haqqidan qo'rqadigan insonlar edi. Ular bizni peshona teri bilan arang qora qozon qaynatib katta qilishdi. Men unchalik chiroyli qiz emasdim. Boshqalar kabi yigitlarning e'tiborini tortmasdim. Ko'rimsizgina, indamas, faqat kitob o'qiydigan qiz edim. Balki shuning uchundir 19 yoshgacha hech kim menga sevgi izhor qilmagan. Hech kim yo'limni to'smagan. Maktabni tugatib texnikumga kirdim. O'qishni bitirib qishlog'imizdagi kichik bir idoraga hisobchi bo'lib ishga kirdim. O'z aravamni o'zim tortishni, halol mehnat qilishni boshlagan edim. Birdan onam, senga sovchi keldi qizim. Yigitni ko'rasanmi, dedilar. Men uyalib yerni chizib, ixtiyoringiz, oyi, dedim. Yigitning ismi Rustam edi. 2 marta xolamning uyida ko'rishdik. U juda vazmin, og'ir, ko'p gapirmaydigan yigit ekan. Men esa biroz quvnoqroq, hazilkash edim. Bir-birimizni to'ldiramiz deb o'yladim soddalarcha. To'yimiz bo'ldi. Dastlabki 20 kun. Ishonasizmi, Robbarosa 21 kun men o'zimni dunyodagi eng baxtli ayol deb his qildim. Rustam bilan kechalari tong otguncha gaplashib chiqardik. U menga mehr berardi. Men ilk bor o'zimni ayoldek, kimgadir keraklidek his qilardim. Lekin shayton mening bu kichkina baxtimga chiday olmadi. 21-kuni kechasi xonamizda o'tirgandik. Rustam to'satdan menga o'girildi-da, ko'zlarimga qarab yuziga mutlaqo jiddiy, sovuq bir ifoda tortdi. Sen menga yoqmay qolding, dedi u. Xuddi bozorga borib noto'g'ri narsa sotib olgan odamdek. Men nima deyishni, nima eshitganimni anglamay qoldim. Nima? Qanday qilib? Kechagina hammasi yaxshi edi-ku, deb yig'lab yubordim. Shirin so'z bo'lsang ham. Sen xunuksan, Zebo. Tushunyapsanmi? Men ko'r bo'lgan ekanman. Kelib senga uylandimmi, dedi u tishlarini g'ijirlatib. O'sha soniyada mening yuragim qars etib sindi. Men u uchun, qalbimni, butun borlig'imni bergan erim uchun atigi 20 kunlik qiziqish bo'lib chiqdim. O'sha tundan boshlab men u uyda qulga, xizmatkorga, faqatgina tunda chiroqlar o'chganda foydalaniladigan matohga aylandim. Qaynonam xuddi ataylagandek ustimga shuncha ko'p ish uyardiki, tong sahardan yarim tungacha tinmasdim. Bir necha oydan so'ng ko'richak bo'lib qoldim. Kasalxonada operatsiya qilishdi. 5 kun yotib, endi ota-onamning uyiga borib biroz dardimni yengillatib kelaman deb turganimda Rustam keldi. Uyga yurasan. Onangnikida pishirib qo'yibdimi senga, deb baqirdi. Men oilam buzilmasin deb og'riqdan bukilib qolgan bo'lsam ham
Ergashdim. O'sha tunda mening yaralarim hali bitmagan. Jismim og'riqdan qaqshab turgan bir paytda u mendan xotinlik vazifamni talab qildi. Men iltimos, chidayolmayman, ozgina sabr qiling deb yolvordim. U esa sen aqlli bo'lib qoldingmi? Menga aql o'rgatyapsanmi deb yuzimga shunday tarsaki tortdiki, qulog'im shang'illab ketdi. Men ertasi kuni qon yig'lab onamning uyiga qochib bordim. O'z otamning uyi. Himoya izlab bordim. Lekin onam, sabr qil qizim. Bir shapaloqqa uyga qaytasanmi? Odamlar nima deydi? Uyat bo'ladi deb meni yana do'zaxga qaytarib yubordilar. Biz ayollarning eng katta fojiasi ham shu odamlar nima deydi degan gap emasmi? Musiqa yana xavotirli tus oladi. Men homilador bo'ldim. Erimning mehri mutlaqo o'chgan. Men u uyda arvohga aylangandim. Kunlarning birida hamma ishga ketdi. Qaynonam ham qo'shninikiga chiqib ketdi. Uyda faqat men va 45 yoshlardagi baquvvat qaynotam qoldik. Men oshxonada homiladorlik stressi bilan zo'rg'a ovqat qilayotgan edim. Qaynotam hovlida narvonga chiqib nimadir tuzatayotgandi. Birdan uning bolg'asi yerga tushib ketdi. Zebo, kelin, bolg'ani olib ber deb baqirdi u. Men borib bolg'ani yerdan oldimda unga uzatdim. Ammo u bolg'ani olish o'rniga mening bilagimdan shunday qattiq changalladiki, men dahshatdan qotib qoldim. Uning ko'zlarida men avval hech qachon ko'rmagan yirtqichona hayvoni bir shahvat bor edi. Dada, nima qilyapsiz? Aqlingizni yedingizmi deb baqirdim men qo'limni tortqilab. U menga pishqirib kuldi. Indamay bolg'ani oldi. Mening butun tanamni muzdek ter bosib ketdi. O'sha kuni qo'rqqanimdan bu haqda hatto Rustamga ham aytolmadim. Qanday aytaman? O'z otasi haqida. Ertasiga u yana qasddan hammani uydan jo'natdi. Men oshxonada edim. U eshikni qars etib ochib kirdi. To'g'ri ustimga bostirib kela boshladi. Men qo'limga to'g'rab turgan pichog'imni oldim-u unga o'qtaldim. Yaqinlashsangiz o'ldiraman. Keting iflos deb faryod qildim. Pichoqni shunday qattiq qisib olgandimki, qo'limdan qon tomchilay boshladi. U orqaga tisarildi. Yuziga jirkanch bir tabassum yugurdi. Eringning, qaynona qaynsingillaringning senga munosabatini ko'rib turibsan-ku. Ular seni it o'rnida ham ko'rmaydi. Agar mening aytganimni qilsang, shu uyning malikasi bo'lasan, dedi u uyalmay. Men tuflab yubordim. Yo'qoling bu yerdan. Men sizlarning haromingiz emasman. U chiqib ketdi. Men o'sha kuni yig'lab, yalangoyoq holda otamning uyiga qochdim. Dadamga hamma narsani aytib berdim. Dadam yig'lab yubordilar, qaynotamni o'ldiraman deb qasam ichdilar. Ertasiga qaynota-qaynona meni olib ketishga kelishdi. Dadam yugurib borib qaynotamning yoqasidan oldi, lekin bu qanday ifloslik? Bu qanday makr? Qaynotam o'sha yerda dadamning oldida ho'ngrab yig'lab yubordi. Qudajon, insofingiz bormi? Qanday qilib o'z o'g'limning xotiniga yomon ko'z bilan qarayman? Qizingiz o'g'lim bilan ajrashish uchun menga shunday mudhish tuhmat qilyapti. Xudodan qo'rqinglar deb faryod qildi. Men shokda edim. Tilim aylanmasdi. Uning aktyorligini ko'rib men o'z ko'zlarimga ishonmasdim. Dadam ham, onam ham o'ylanib qolishdi. Va oxiri, balki o'zing oshirib yuborgandirsan, balki noto'g'ri tushungandirsan deb meni yana o'sha qassobxonaga jo'natishdi. O'sha kundan boshlab mening jiyanim, mening yolg'iz sirdoshim bu yonimda olib yuradigan pichoq bo'lib qoldi. Qaynotam menga yaqinlasha olmasdi. Tunda erim turtsa, kunduzi qaynotamning qiyofasi yuragimni ezardi. Men faqat Xudoga yolvorardim. Joynamoz ustida qon yig'lab najot so'rardim. Bir kuni qaynotam yonimdan o'tib ketayotib, qo'limga bir maktub qistirib ketdi.
O'qi, dedi ko'zini qisib. Maktubda 18 yoshli yigitdek ehtirosli, iflos so'zlar bilan menga sevgi izhor qilingan edi. Men bu xatni ko'rib xursand bo'lib ketdim. Axir bu meni oqlaydigan yagona isbot edi-ku. Men xatni olib dadamga olib bordim. O'lim to'shagida yotgan buvijonimga ko'rsatdim. Buvim dadamni chaqirib, agar shu qizingni yana o'sha qassoblarga bersang, oq sutim harom bo'lsin, dedilar. Dadam menga ishonib meni olib qoldilar. Ajrashdik. Lekin sinovlar tugamadi. O'g'lim tug'ildi. Kichkina chaqalog'im bor, otamning uyida esa akamning xotini menga kun bermasdi. O'z uyimda kelgindiga aylandim. Men yig'lashni to'xtatdim. Qo'limga ketmon oldim. Fermerlarning dalasida yer chopdim. Boylarning uyida hojatxona yuvdim, mardikorlik qildim. Lekin o'g'limning qornini to'ydirdim, keyinroq Rossiyaga ishga ketdim. U yerda har yili minglab qizlar o'zini sotib, tunda oson pul topar ekan. Men esa kechalari Xudoga yig'lab, kunduzi halol, og'ir mehnat qildim. Yaratgan mendan marhamatini darig' tutmadi. Men ishlab pul topdim. Hozir O'zbekistonda o'zim qurdirgan kattakon 3 xonali hovlida yashayapman. O'g'lim oldimda, mening xotirjamligim va baxtim o'zim bilan, o'sha kibrli, iflos qaynotam va oilasichi. Qaytar dunyo deganlari rost ekan. Ularning 2 qizi ham ersirab uylariga qaytib kelishdi. Rustam esa xotindan xotinga sakrab, biron joyda qo'nim topolmay sargardon. Alloh hammasini o'z o'rniga qo'ydi, aziz opa-singillarim. Agar siz ham kimgadir qaram bo'lib, zulm ostida qolgan bo'lsangiz, hech qachon taslim bo'lmang. Tuproqqa qorilsangiz ham o'z pokligingizni, iymoningizni sotingmang. Olmos botqoqqa tushgani bilan qadrini yo'qotmaydi. Faqat Xudoga ishoning va o'z mehnatingizdan qo'rqmang. Bir kun kelib, sizning ko'z yoshlaringiz sizni xor qilganlarning bo'g'ziga qadaladigan qurolga aylanadi. Agar mening azobli yo'lim va g'alabam sizga qandaydir umid bergan bo'lsa, videoga like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda o'z xulosangizni yozib qoldiring. Hech qachon sinmang. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'zingizni asrang, qadrli farishtalarim. Xayr.